Sizda Haval M6 xarid qilish uchun 30% boshlang'ich to'lov bor va siz qanaqa tartibda xarid qilishni bilmayapsizmi? Keling, birgalikda ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashimdan oldin sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki men sizga Haval haqidagi barcha yangiliklarni yetkazib boraman. Hozirgi kunda Haval Navoiy avtosalonida Haval M6 avtomobilini siz 3 xil tartibda xarid qilishingiz mumkin. Avtokredit, foizsiz rassroshka hamda avtolizing asosida. Qaysi biri siz uchun ma'qulroq? Keling, ko'rib chiqamiz. Boshlang'ich 30% to'lov qilib, 60 oygacha avtolizing hamda avtokredit asosida yokida 36 oy muddatida oylik o'rtacha 2.163 ming so'mdan foizsiz rassroshka asosida ham xarid qilishingiz mumkin, faqatgina Haval Navoiy avtosalonida. 1.5 litrli turbo benzinli motor 143 ta ot kuchini o'zida jamlagan Haval M6 bu zamonaviy shahar krossoveri bo'lib, oilaviy foydalanish uchun mo'ljallangan qulay va ishonchli avtomobil. Oylik 2.165 minglik grafik kimga qiziq bo'lsa, pastdagi havola orqali bizning Telegram sahifamizga obuna bo'ling. Bu yerda menejerlar tomonidan sizlarga batafsil ma'lumotlar berib boriladi. Ushbu raqamlar orqali esa siz sotuv bo'limidan aloqaga chiqishingiz mumkin. Navoiy shahar Me'morlar ko'chasi 3-da joylashgan Haval Navoiy avtosalonida barchangizni kutib qolamiz.